Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun sizlarga biz pedagogik kompetentlik va pedagogik mahorat tushunchasini, ya'ni mavzuda bu narsani sizga tushuntirib o'tamiz. Pedagogik psixologiya fanni bu asosiy mag'zi kategoriyasi hisoblanadi. Bu 5-mavzumizda pedagogik faoliyat bilan shug'ullanuvchi ustozlar, ya'ni ta'lim tizimidagi pedagogik qatlamga bu mavzu juda katta yordam yoki turtki yoki yo'l ko'rsatadi degan umiddamiz. Pedagogik kompetentlik, pedagogik mahorat tushunchasini sizlarga tushuntirib o'tgan bo'lsam, bu kompetent degani kompetentlik degani, ya'ni biron bir pedagogik faoliyat bilan shug'ullanuvchi odamlarning tizimi, bir faoliyat, bir tizim, bir qatlam, bir ketma-ketlik degan ma'nolarni beradi. Albatta bu narsalar bilan foydalanishda pedagogik mahorat bu juda katta imkoniyat beradi. O'qituvchi abituriyani boshqarar ekan, albatta bugungi kunda o'zining har bir vaziyatdan o'quvchilarning savol-javob qismida, mavzuni tushuntirishida, biron bir testlarni yetkazishida, mavzuga qo'ygan maqsadni yetishda albatta bugungi kunda o'qituvchilar har bir bola bilan ishlashda, abituriyani boshqarishda mahorati yetarligina bo'lishi kerak bo'ladi. Sababi bugungi kunda o'qituvchilarimiz mahoratlari yetishmaganligi uchun, kompetensiyaviy faoliyati yetarli bo'lmaganligi uchun albatta o'quvchilarga bugungi kundagi o'ziga qo'yilgan mavzuni yetkazib bera olmayapti. Shuning uchun bugungi kunda pedagogik faoliyatda mahorat tushunchasi juda ham katta rol o'ynaydi va kerakli deb hisoblaymiz. Texnologik kompetentlik, eksperimental kompetentlik, pedagogik kompetentlik va pedagogik mahorat tushunchalarini biz rejalarimizda tushuntirib o'tamiz. Texnologik kompetentlik bu bugungi kunda bilamiz, texnologiya, ya'ni asosidagi dars vositalar orqali tushuntirayotganimizda, albatta shu darsimiz mohiyatini texnologiya orqali ko'rsata olishimiz, tushuntira olishimiz, ketma-ketligini ularga video darslar orqali yoki bo'lmasa masofadan darslarda tushuntirayotganimizda ilmiy asosdagi texnologiyasini o'sha tushuntirib berishimiz kerak bo'ladi. Mana shu texnologik kompetentlik deyiladi. Eksperimental kompetentlik bu butun bir faoliyatda qandaydir o'qituvchining biron bir ma'lumotni o'sha darsga bog'liq bo'lgan faoliyatini, ekstremal kompetentlik bu o'sha o'quvchilarga ta'lim tizimidagi mavzuni, ya'ni faoliyat bilan shug'ullanuvchi pedagogik faoliyatdagi o'qituvchilarimizga qandaydir faoliyat yuzasidan kelib chiqayotgan savollar, vaziyatlar yoki dars orasidagi janjallar, sog'lik qochishi yoki bir qandaydir ilmiy asosdagi tortishuvlarni eksperimental holatda tushuntirib berish uchun juda katta yo'l yoki o'qituvchidagi mahorat hisoblanadi. Pedagogik kompetentlik va pedagogik mahorat tushunchasini biz atroflicha tushuntirib o'tdik. Pedagogik o'sha kompetentlik mahorat tushunchasi bu o'qituvchining mana shu tizim orqali mahoratni boshqara olishi, olib ketishi, tushuntirishi, yetkazib berishi haqidagi tushunchalar hisoblanadi. Pedagogik texnika haqidagi tushuncha. Pedagogik texnika nima? O'qituvchining bugungi kundagi nafaqat ta'lim-tarbiya jarayoni, balki butun kasbiy faoliyatdagi zarur bo'lgan umumiy pedagogik bilim va malakalari majmuasi hisoblanadi. Pedagogik texnika o'qituvchilik faoliyatidagi o'zining tutishi, yurishi, gapirishi, o'quv nuqtasi, uning darsning boshqaruvidagi texnik so'z nuqtalari, so'z notiqligi bu pedagogik texnika, ya'ni hisoblanadi. Bu texnika orqali biz o'quvchilarga mana shunday zarur bo'lgan umumiy pedagogik bilim va malakalarni majmuasini yaratib beramiz va tushuntirib o'tamiz. Pedagogik mahoratning tarkibiy qismlari bular. Pedagogik mahoratning bo'lib chiqadigan bo'lsak, pedagogik shaxsning insonparvarlikka yo'nalganligi, kasbiy bilimlar, pedagogik qobiliyat, pedagogik madaniyat va texnika hisoblanadi. Bularni biz atroflicha mana jadvalimizda har bir rejani pedagogik mahorat bo'lib chiqdik to'rga. Bularni sizlarga quyidagicha tushuntirib o'tamiz.